Demak, silindridan boshlaymiz. Qo'shimcha segment qo'shamiz. Ko'purchalilarni o'chiramiz. Demak, ko'ramiz, mana shunaqangi shaklda keltirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda FFT box qabul qilingan kontrol nuqtalari, demak 3, 5 va 4 ta. FFT box qabul qilamiz. Set number of points ga kiramiz. Demak 3, 5 va 4 ta. Mana shunday holatda kopiya qilamiz. Qalinlik beramiz. Xos qalinlik berishdan oldin qo'shimcha segment qo'shishimiz kerak bo'ladi. Obyektimizdagi segmentlar soni kam bo'lganligi sababli ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi singan burchakliklari ko'rinib turibdi. Demak, mana shu liniyalarni belgilaymiz. Modeling bo'limiga kiramiz. Follow connect orqali liniya qo'shishimiz kerak bo'ladi. Sababi bu instrument yordamida liniya qo'shadigan bo'lsak, obyektimizning shakli bo'yicha liniya qo'shiladi. Yoki oddiy connect bilan liniya qo'shib, set follow ni bosishimiz ham mumkin. Qalinlik beramiz. Markaz bo'yicha bitta liniya qo'shamiz. Demak, convert qilamiz poliga. Endi mana shu o'rta qismidagi polkalarni hosil qilib olamiz. Bridge yordamida shu poligonlarimizni chipslashtiramiz. Endi vertikal qism bo'yicha polkalarni hosil qilib olamiz. Buning uchun qo'shimcha segment qo'shamiz. Switch loop orqali. Rotate orqali birinchi vertikal bo'yicha tekstlatib olamiz. Endi mana shu liniyani belgilab, pastda turgan biror xil liniya bilan bir xil masofaga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. X o'qi bo'yicha magnitni yoqamiz.
o'rtasiga olib kelamiz. Bu liniyani ham mana shunday holatda joylashtiramiz. Mana shu instrument yordamida potokdagi liniyalarni mana shunday holatda belgilashimiz mumkin. Mana shu poligonni tepadagi poligon bilan jipslashtirishda bridge orqali yoki smart extrude orqali ham bajarishimiz mumkin. Smart extrude orqali bajaradigan bo'lsak, mana shu yerda turgan nuqtalarni birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu yerda 4 ta nuqta bo'lishi kerak, lekin 8 ta nuqtani biz belgiladik. Shuning uchun weld yordamida jipslashtirishimiz kerak bo'ladi. Endi mana shu qismini yasaymiz. Bu qismini ham silindr yordamida yasashimiz mumkin. Ko'pirchaliklarni o'chiramiz. FFT modifikatori yordamida shaklini to'g'rilaymiz. Demak, chegarani belgilaymiz. Shift orqali birinchi yordamchi liniya hosil qilamiz. Yana bir marta poligon hosil qilib, kollaps orqali yopishimiz mumkin. O'tkir burchaklarga chamfer ishlatamiz. Bu obyektimizga ham chamfer modifikatorini ishlatamiz.
Ko'ramiz, mana shunaqangi joylarda chamfer kerak bo'lmaydi. Shuning uchun chamfer modifikatoridan mana shu burchaklikda oshirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib chiqamiz, faqat kerakli joylarda, kerakli liniyalarga chamfer berish kerak bo'ladi. Mana shu qismini ham yasashimiz kerak bo'ladi. Buni yasashni siz bilasiz. Oddiy silindr yordamida hosil qilinadi. Biz kopiya qilib qo'yamiz. Attach qilamiz barcha obyektlarimizda. Endi mana shu kitoblarni terishimiz kerak bo'ladi. Buni o'tgan darsimizda o'rganilgan instrumentlar yordamida bajaramiz. Misol uchun Object Pane instrumentlari yordamida demak, mana shu kitoblarimiz asosiy elementlar hisoblanadi. Mana shu kitoblarni birinchi listga kirgizamiz. Listni ochamiz. Kitoblarni belgilab Add Selection'ni bosamiz. Endi mana shu qalamni turini mana shu ikkinchi ko'rinishiga qo'yamiz. Demak, chizamiz. X ni bosamiz. Hozir birinchi mana shu bo'limdan mana shu uchinchi ko'rinishiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Spacingni ozgina ko'taramiz. Bu obyektlarimiz orasidagi masofa hisoblanadi. Demak, yana bir marta shunday hosil qilishimiz mumkin. Kitoblarning o'lchami kattalik qilyapti. Shuning uchun ozgina masshtabini tushiramiz. Ozgina rotate ishlatishimiz mumkin. OK deb bosamiz. Ba'zi kitoblarda o'chirishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Endi hamma kitobni belgilab to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. O'zi bu instrumentni ishlatayotganda, ya'ni Object Pane instrumentlarini ishlatayotganda birinchi holatda to'g'ri chizish kerak bo'ladi. Mana shunaqangi qo'l ishi ko'payib ketmasligi uchun. Shunday holatda to'g'rilab chiqishingiz mumkin. Endi mana shu boltiklarni ko'paytirib olamiz. Birinchi boltik modelini hosil qilamiz. Bu model demak Ngon orqali hosil qilingan. Create bo'limiga kiramiz. Spline'ga tegishli primitivlarni tanlaymiz. Demak, Ngon primitivini olamiz. Ngonda biz mana shu burchakliklarning sonini o'zimiz belgilashimiz mumkin. Demak, bizga 6 ta burchaklik kerak bo'ladi. Endi extrude ishlatishimiz mumkin. Poliga connect qilamiz. Ko'p burchakliklarni o'chiramiz. Chegara bilan belgilab, shift bosib
kollaps orqali yopishimiz mumkin. Bu qismiga chamfer beramiz. Bu qismiga kamroq beramiz chamfer o'lchamlarini. Endi mana shu liniyani belgilaymiz. Birinchi mana shu elementimizda list ichiga kirgizishimiz kerak bo'ladi. Kitob modellarini chiqarishimiz mumkin. Demak, listga kirgizdik. Liniyani belgilaymiz. Mana shu instrumentimiz ochiladi. Fill deb bosamiz. Demak, birinchi o'lchamini ozgina tushiramiz. Sonini ko'paytiramiz.